Har bir inson zamonaviy dunyoda har kuni yuzlab imkoniyatlar va takliflar bilan yuzlashadi. Bu hozirgi dunyoni bizga bergan sovg'asi. Aytaylik, qanaqadir bir necha 100 yil avvalga qaytsak, insonning oldida imkoniyatlar ko'p bo'lmagan. Zamonlar o'zgardi. Dunyo iqtisodiyoti rivojlandi. Qanaqadir alohida davlatlarni inobatga olmasak, umumiy rivojlanish katta va shu o'zgarishlar ichida zamonaviy insonga ko'plab tanlovlar va imkoniyatlar sovg'a bo'lib keldi. Imkoniyatlariga, takliflariga yo'q deyish xuddi nimadirdan voz kechishga o'xshaydi. Va bu bir tarafdan ham to'g'ri, ham noto'g'ri. Jamiyatda bizdan kutuvlari, yaqinlarimiz iltimoslari va shaxsiy istaklarimiz o'rtasida muvozanat saqlash muammo bo'lib qolgan. Odamlar odatda tashqi bosim ta'sirida ha deb javob berishga odatlanadi. Chunki bu jamiyatda yaxshi inson, mehribon inson sifatida qabul qilinadi. Ammo har safar ha deganimizda o'zimiz uchun muhim bo'lgan boshqa narsalarga ongli ravishda yoki bilmasdan yo'q deymiz. Har bir ha vaqtimiz, energiyamiz va resurslarimizdan voz kechishdir. Agar yo'q deyishni o'rganmasak, hayotimiz tashqi kuchlar ta'sirida shakllanadi. O'zimizning haqiqiy istak va qadriyatlarimiz ustida emas. Birinchi tushunishimiz kerak bo'lgan narsa yo'q deyish bu agressiya emas, balki o'z chegaralarimizni ongli ravishda himoya qilishdir. Bu ko'nikmani egallash uchun inson avvalo o'zining qadriyatlarini anglashi kerak. Har bir yo'q aslida boshqa narsaga ha deganligimizni anglatadi. O'zimizni sog'lig'imizga, orzularimizga, oilamiz va ruhiy barqarorligimizga. Bu qarorni ongli ravishda va pushaymon qilmasdan qabul qilish uchun ichki asoslangan ishonch zarur. Yo'q deyishda inson boshqalarni xafa qilish uchun emas, balki o'z hayotiga mas'uliyat olish uchun buni qilayotganligini tushunish kerak. Hech e'tibor berganmisiz? Ba'zi bir odamlar bor, ular bilan uchrashuvga kech qolib bo'lmaydi. Chunki ular kamyob. Ya'ni bunaqa turdagi odamlar bilan xohlagan vaqtingiz va xohlagan joyingizda ko'risha olmaysiz. Nimaga? Chunki ular hamma taklifga ham ha demaydi. Bu juda qo'pol misol. Yaqinlaringiz bilan bunaqa munosabatlarda bo'la olmaysiz. Bu aniq. Lekin hattoki ular bilan ma'lum bir darajadagi chegara bo'lishi shart. Men sizlarga yangilik ochaman. Har bir yig'ilish yoki tadbirga qatnashish shart emas. Sizning diqqatingiz cheksiz emasligini hattoki yaqinlaringiz ham tushunishi kerak. Menimcha har birimizning hayotimizda bitta juda ham oqibatini joyiga qo'yadigan tanishimiz bor. Kim, qayerga va qachon chaqirishdan qat'iy nazar u boradi. Ishini yig'ishtirib bo'lsa ham boradi. Va bu yaxshi xislat. Do'st uchun, o'rtoq uchun doim yordamga tayyor bo'lish yaxshi narsa albatta. Lekin faqatgina bu muhim bo'lsa. Odatda bo'lsa, bunaqa odamlardan juda ham zo'r foydalanishadi. Bu o'tmishda bunaqa odam men bo'lganman. Lekin haqiqat shunday ekanki, atrofdagilarning sizga bo'lgan muomalasi siz ruxsat bergan darajagacha bo'ladi. Ortiqcha foydalanishyaptimi? Demak, ruxsat berdingiz. Hurmat qilishmayaptimi? Demak, ruxsat berdingiz. Qadrlashmayaptimi? Demak, bunga ham ruxsat bergansiz. Va bu doimiy muomala haqida, bir martalik muomala haqida emas. Notanish mahalladagi magazinga kirganingizda sotuvchi hurmatsizlik qilgan bo'lsa, bu sizning aybingiz emas. Lekin sizning mahallangizdagi magazinning sotuvchi sizga doimiy hurmatsizlik qilib kelsa, demak, bunga siz ruxsat bergansiz. Yo'q deyishni boshqalarga qarshi harakat deb hisoblamaslik kerak. Aslida bu o'ziga sodiqlik, o'z hayotini, orzularini va energiyasini hurmat qilish. Har bir ongli yo'q orqali inson o'z hayoti uchun haqiqiy ha degani bo'ladi. Bu ko'nikma zamonaviy inson uchun shunchaki foydali emas, bu zarur ko'nikma. Resurslarimiz, vaqt, energiya, sog'liq va diqqat cheklangan. Ularni har bir narsaga sarflash esa asta-sekin o'zimizni yo'q qilishga olib keladi. Ongli inson shaxsiy resurslarini boshqarishni biladi va o'z hayoti uchun javobgarlikni oladi. Bu yo'lda yo'q deyish eng kuchli vositalardan biri. Har bir ongli yo'q sizni ichki erkinlik va mustaqillik sari olib boradi. Har bir rad etish orqali siz o'z hayotingizni yaratish uchun zarur bo'lgan kuchni hosil qilasiz. Chinakam baxt va erkinlik aynan shundan boshlanadi. Ushbu video Maqsad klub yopiq hamjamiyatidan olingan. U yerda biz bu kabi zamonaviy insonga muhim bo'ladigan ko'plab mavzularni tahlil qilamiz. Tanish bilish bu kapital. O'z-o'zidan kelib qolmaydi. Pul o'z-o'zidan kelib qolmaydi-ku, bu ham xuddi shunaqa. Moliyaviy kapital tiyinma-tiyin ishlab topilsa, tanish bilish ham bitta-bitta kontaktlarni yig'ib topiladi. Qadriyat va prinsiplarni tushunib yetib, biz bugungi ko'nikmamizga yetib kelamiz. Bu shaxsiy standart. Qadriyatlar umumiy biz ishonadigan ideallar, g'oyalar bo'lsa, prinsiplar o'sha ideallarga asoslangan hayotiy harakatlar modeli. Va bundan tashqari boshqa bir nechta yo'nalishlarda rivojlanamiz. Hormanglar, maqsadchilar qalaysizlar. Bir oy o'tdi, mana yana qaytib ko'rishyapmiz. Davlatlar xalq tomonidan saylangan hukumatlar tomonidan boshqariladi degan tushuncha demokratik jamiyatda tamal toshi hisoblanadi. Men Dr. Akbar Shoh, urolog, andrologman. Bugungi videomizning mavzusi ozish bo'ladi. Fikrlash qanday jarayon va ezoterik fikrlash qanaqa, ekzoterik fikrlash qanaqa degan savolga javob berishimiz kerak. Agar siz o'zingizni bizni g'oyadoshimiz deb o'ylasangiz va birgalikda rivojlanish niyatida bo'lsangiz, unda sizni hamjamiyatimizda kutib qolamiz. Klubimiz oylik obunasi 88 ming so'm.
obuna ichiga shu kungacha kanalda joylangan barcha ma'lumotlar kiradi. Bu kurs emas. Bu ijodimizni qo'llab-quvvatlash uchun imkoniyat. Bir maqsad atrofida birlashganlar aql bovar qilmas kuchga ega.